Toshkentda 100 dan ortiq oila o'z pullariga sotib olgan tayyor xonadonlardan mahrum bo'lish xavf ostida qolmoqda. Shu paytgacha hali dom bitqizib, xalqqa topshirilmadi. Rahbariyatni 1,5 soatdan beri kutyapmiz. Tushmayapti. Bizga kerakli, bizni eshitadigan, biz ishimizni hal qilib beradigan insonlarda hech qanaqa yordami yo'q. Chunki o'sha paytda men kvartirada turardim, uyim yo'q edi. Domimiz o'sha aytganimizda 95% bitgan holatda. Qo'pol qilayotganda birovni tahoratiga namoz o'qishdek bo'lib qoldi bu yerda. Toshkentda 100 dan ortiq oila o'z pullariga sotib olgan tayyor xonadonlardan mahrum bo'lish xavf ostida qolmoqda. Ushbu murojaat bo'yicha fuqarolar ko'plab tegishli joylarga murojaat qilishgan. Natija bo'lmagach, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatiga va Toshkent shahar Ichki ishlar bo'limiga borishdi. Ularga Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Ataniyazova Aral Aminova fuqarolarni qabul qilib, murojaatni o'rganib chiqishini aytdi. 3 soatdan beri shu eshik yuribmiz-da. Ertalabdan beri senatga boramiz. 2 soat, 3 soat o'tiramizda, lekin bizga doktorni chiqarib berishyapti. Doktor tomonidan senatini bizga keraksiz odamlar chiqyapti-da. Bizga kerakli, bizni eshitadigan, biz ishimizni hal qilib beradigan insonlarda hech qanaqa yordami yo'q. Umuman mana shu 6 yildan beri sarsonmiz. Uyimizni sotib, uyga pul to'lab qo'yganmiz. Sarsongarchilik mana. Kvartirada yuribmiz 6 yildan beri. O'zimizni uyimiz bo'lib turib, tayyor bitgan uyga kira olmayapmiz. Shuni hurmatli prezidentimizdan yordam so'rayapmiz. Yordam bersalar. Masalasi bo'yicha ertalabdan beri fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari senatga murojaat qildik. Senatimizga borib o'tdi, bir 2-3 soatcha qolib ketdik qabulga kirgunimizcha. Undan chiqib biz shahar ichki ishlar qarmasiga keldik. Mana bu yerda rahbariyatni 1,5 soatdan beri kutyapmiz. Tushmayapti. 1 soatda, yarim soatda, 10 minutda o'tirib turinglar deyapti. Biz shuncha fuqaro mana 4 yil, 5 yildirki ko'chada yuribmiz. Hech qanaqa rezultat bo'lmayapti. Hattoki mana prezidentimiz hamma narsa xalq uchun deganlar bizani umuman boshqarmalar qabul qilmayapti. Hattoki bizani o'zi tergovchimiz Shahzod Shotga taklif qilgan edilar bugun, payshanba kungi. Hozir kelsa ular yo'la, ularni boshliqlarga uchrashamiz. Boshliqlar ham tushmayapti tepadan beri. Biz qat'iy murojaat qilishimiz mumkin bundan ortiq. Bizani hech qat eshitmayapti. Biz hammamiz uyimizni olishi, hattoki mana quruvchilarning rahbariyatidan ham shu yerda odamlar bor. Ular ham qurish uchun даже ruxsat olisha olmayapti. Shunga bizani uyimizni bitirishga, olishga bizga amaliy yordam bersangiz, hurmatli prezidentimiz. Shuncha xalq ko'chada qoldi. Shundan so'ng ish bo'yicha qurilish kompaniyaning ish yurituvchisi bilan bog'landik. Men Solid House qurilish kompaniyasi ish boshqaruvchisi, Mustaqzor developer ishonchli vakilman. Bizdagi hozirgi holat qurilishimizga asossiz ravishda qonuniy asoslarga tayanmagan holda har xil aralashuvlar, bosimlar bo'lib kelmoqda. Eng achinarlisi uylarni noqonuniy egallayotgan shaxsda hech qanday hujjat yo'qligi, biroq aynan u huquqni muhofaza qiluvchi ayrim mansabdorlar yordami bilan butun bir ko'p qavatli uyni egallab olganligi aytilmoqda. Gap tadbirkorning o'z mablag'i hisobidan qurgan, hokimiyat bilan tuzilgan investitsiya shartnomasi asosida barpo etilgan Solid House ko'p qavatli uy haqida ketmoqda. Hujjatlar qaysi kompaniya tomonidan berilgan uy egalariga? Uy O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 15-avgustdagi PF 5511 sonli Toshkent shahrida investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha eksperiment amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq qurilgan. Shu farmon asosida bizning kompaniya mazkur yer uchastkasida qurilish uchun doimiy foydalanish huquqi berilgan. Bu Solid House Mustaqzor developer. Birinchi o'tkazib berishning sababi ularda binoni qurishlikka layoqatli emas. Ularda balkim pul bo'lmagandir yoki boshqa sabablari bordir, lekin bular o'sha ulushlarni sotishgan. Bu period 2020-2022 yillar, 23-yillar oralig'ida. Bu oralig'ida o'sha domlar sotilishni boshlagan, qurilib. Bu uy tadbirkorning o'zi kiritgan mablag'lari hisobidan boshdanoq qurilgan. Hokimiyat bilan tuzilgan investitsion shartnomaga muvofiq investitsion majburiyatlar to'liq tadbirkor tomonidan bajarilgan. Uy qurilishi uchun tadbirkor o'z hisobidan qariyb 20 milliard so'm sarmoya kiritgan. Binoda bir necha qavatlar barpo etilgandan so'nggina xonadonlar sotilishni boshlagan. Xo'sh, uylar deyarli bitgan bo'lsa, muammo nimada? Bugun bu uy atrofida huquqiy betartiblik mavjud. Endi qurilishgacha kelgan payt bu o'sha Malak hozirda bular da'vo qilib turgan Malak Pusnabacha firmasi 2019-yillarda O'zbekistonga
investitsiya olib kirish sharti bilan joy olgan hokimiyat tomonidan, shahar hokimiyat tomonidan va u majburiyatni bajarmasdan o'zini firmasini ulushlari va o'sha olingan zaxiradagi yer ruxsatnomalarini boshqa bir tashkilotga sotgan, tadbirkorga. Qamoqqa olish choralari ko'rildi tadbirkorga. Hozirda shu paytdan foydalanib tadbirkorga har xil yana tuhmatlar bo'lib, domni go'yoki zo'ravonlik yo'li bilan ruxsatnoma firmalar tortib borganligini vaj qilib keltirib, shu asosida ish olib boryapti biz bilan sud, ichki ishlar organlari orqali. Murojaatda aytilishicha, Gulnora Azimova bu uylarga hech qanday hujjatlarsiz egalik da'vo qilmoqda. Shunga qaramay, ayrim tergovchilar yordami bilan uyni amalda egallab olgan. Fuqarolar bilan investitsion shartnoma qilingan. Hozir 105 ta xonadon egalari bor. Bu 105 ta xonadon egalarining hamma hujjatlari qo'lida. Hech kimni qilingan to'lovi yoki berilgan pullari bilan muammo yo'q. Buni o'zlari ham tasdiqlaydi. Faqat muammo nimada? Tezroq uyni topshirish. Uni qo'ygan imzolari bo'yicha ham tekshiruv qilishgan. Sulaymonova instituti tekshirib tasdiqlagan. Bu qo'ygan Malak Musa tarafdagi vakillari qo'l qo'ygan imzolari haqiqiyligini tasdiqlab bergan. Bizni qurilishimizni davom ettirishimiz uchun hech qanaqangi qonuniy asoslangan to'siq yo'q. Sud tomonidan, prokuratura tomonidan yoki bir boshqa tashkilotlar tomonidan. Mana endi yo'q joydan kelyapti-da, qurilib bo'lgan tayyor uyni meniki deb olmoqchi. Birinchidan ta'sir kuchi aholiga bo'lyapti. Nimaga desangiz, bizga to'lov qilib, biz bilan shartnoma qilgan odamlar kelyapti-da, kalitingni berasan, uyni kimdan olgansan? Mana shu tadbirkordan bor, o'sha tadbirkordan pulingni olasan. Men bilmayman qolganini. Uy meniki. To'g'ridan to'g'ri. Qo'lida asos yo'q. Bu ochiqdan ochiq bosqinchilik emasmi? Nima asos bor desangiz, suddan, iqtisodiy suddan bularga ijobiy javob chiqqan. Qanaqa? Malak Musa o'sha ulushlarini tiklasin degan firmani. Lekin u firma eski holatidan tiklanmaydi. Buni o'sha organ xodimlari ham yaxshi biladi. Chunki bitta yopilgan firma hech qachon eski inini yoki boshqa masala bilan tiklana olmaydi. Lekin hali tiklangani ham yo'q. Faqat unda shu sud qarori bor. Sud qarorida dom o'tsin yoki shu bino Malak Musaga o'tsin degan hech qanaqangi bandi punkti yo'q. Chunki bizni ko'p arizalarimiz ko'p joyda ko'rilmayapti. Prokuraturaga topshirganmiz, davlat xavfsizligiga topshirganmiz, ichki ishlarga topshirganmiz. Bu bir marta emas, bir necha marta hamma arizalar topshirilgan. Aholidan hech qachon shu paytgacha o'sha 23-yilda, 24-yilda qurilish to'xtagan bo'lsa, hech qaysi fuqarodan pul talab qilmadik. Bular hozir ulardan pul talab qilishyapti, to'lovlarini. Biz hech kimdan pul talab qilmadik. Hammasini o'zimizning cho'ntagimizdan qilib, qurilishni davom ettirib turgan edik. Sababi bizda ham ayb bor. Qanaqa ma'noda qurilish muddati cho'zilib ketgan. O'sha tadbirkorimizni nohaq ayblab sud ishlari boshlangandan keyin to'xtab qoldi. Endi baribir tadbirkorning o'zi boshqarib turgan obyekt va o'sha paytda haftani juma kuni meni Guvdaga chaqirtirishdi. Aytdiki, 1-2 kunga pauza qilib turasiz ishingizni. Asos yo'q, zapislar bo'lsa ko'rishadi. Nimaga desam, endi pauza qilib turavering-da. Mayli, xo'p dedim. Orqamga juma kuni qaytdim-da, telefon qildim sразу ustalarga. 40 ta 50 ta usta уже kelib turishgan edi yo'lda. Keyin men aytdim-da, iltimos sizdan shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, dushanba kuni kelinglar dedim ustalarga. Dushanba kuni kelinglar desam, shuncha xarajat qilib qo'ydik, shuncha bolaga-da, ularni anaqasini qoplab jo'natdim orqasiga. Dushanba kuni keladi. Gulnora Azimova bir dunyo odamlar bilan o'zini yaqinlari, farzandi, aka-uka, hamma har xil insonlar, notanish odamlar olib kelyapti-da, domda yig'ilib olib, уже lentalar topib atrofda o'rashyapti. Keyin 102 qildim. 102 keldida, u ham hech narsa qila olmayapti. Nimaga ochib beraman ofis desam, "Sen qarshilikmi ochib ber" deyapti. Keyin u Guliga nimadir dedi shekilli, u ofisga kirishdan pasaydi. Umumiy holat oxiri shunaqa bo'lib tugadi. Bu esa huquqiy tartibsizlik, mulk daxlsizligining buzilishi, odamlarning davlatga bo'lgan ishonchini yemiradigan xavfli holatdir. Ikkinchi holati o'sha bular gruppovoy kelib, men bundan bitta vaziyat oldinda o'zim qolganimda har xil bolalarni olib kelishgan. Men o'sha oldimizda magazinda arizani yozib, uchastkovoyga yozib berib chiqsam, bitta bola kelyapti, "Sen nima qilyapsan bu yerda?" U hech qanaqa domga aloqasi yo'q ularni. Pul talab qilib, mana bugun kecha kechqurun, men telefonimdan ko'rsatishim mumkin. Uylarining kalitini buzishibdi. Har bitta xonadon kaliti ichkariga kirish. Maqsadi nima bilmayman. Endi u uyni boshqatdan sotib, reja qilib, soqa ishlamoqchi. Qo'pol qilib aytganda. Bu murojaatda quruvchi ham, aholi ham jabrlanuvchi. Agar hujjatga ega bo'lmagan shaxs hujjatli, pulli, kalitli uylarni tortib ola olsa, ertaga hech kim o'z mulkiga ishonib yashay olmaydi.